2025-yil ham oxiriga yetyapti. O'ylab qarang. Endi 26-yil rejasini tuzishga vaqt keldi. Bu ishni qilishdan oldin sizga bitta eng muhim maslahat. Qog'oz va ruchka olingda 25-yil nimaga ulgurmadingiz, nimalarni oxiriga yetkazmadingiz va ulardan qaysi biri siz uchun muhim va 26-yil davom ettirasiz. Qaysi biri o'zini ahamiyatini yo'qotdi. Bularni analiz qiling. Undan keyin reja qilishni boshlang. Chunki insonni charchatadigan, insonni energiyasini oladigan bu aynan ish ko'pligi, maqsad ko'pligi yoki reja ko'pligi emas, balki tugallanmagan vazifalar ko'pligi. Shuning uchun sizga maslahat, har bitta narsani boshlashdan oldin yoki yangi yilni boshlashdan oldin tugallanmagan ishlaringizni oxiriga yetkazishga harakat qiling.